O'lim virusi aniqlandi. Barcha ehtiyot choralarini ko'rsin. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shri-Lankada so'nggi qariyb 10 yildagi eng yirik dengi bezgagi epidemiyasi kuzatilmoqda. Kasallik oqibatida kamida 56 kishi vafot etgan. Yil boshidan buyon esa 77 mingdan ortiq kasallanish holati qayd etilgan. Bu haqda Independent xabar berdi. Qayd etilishicha, mamlakat hukumati chivinlarga qarshi kurashish uchun harbiy dronlardan foydalanishni boshlagan. Shuningdek, dengi bezgagi tarqalishini nazorat qilish maqsadida harbiylar ishtirokida maxsus monitoring guruhi tuzilgan. Shri-Lanka milliy dengi bezgagiga qarshi kurash bo'limi mamlakat bo'ylab kasallik yuqishi xavfi yuqori bo'lgan 162 ta hududni aniqlagan. Kasallanish holatlari butun mamlakatda qayd etilgan bo'lsa-da, eng ko'p holatlar amaldagi poytaxt Kolombo shahriga to'g'ri kelmoqda deyilgan xabarda.